albatta javob beraman. U haqida to'liq gapirib berayotgan ekanman, bu savolga ham albatta javob berishim kerak. Xo'sh, qishloqi personajini shuncha vaqtdan beri ko'p odamlar boshqargan rostini aytsam. Uni har safar har xil odamlar boshqarishi mumkin edi. Kimning vaqti bo'lsa, masalan, Shohruxning vaqti bo'lsa, Shohruxga Minecraft o'ynab o'raylik. Mana shu qishloqqa ko'rinishda bo'lib turasan derdim. U ham nicho derdi. Sanga aytishim mumkin edi. Hattoki jiyanimga aytsam ham u ham o'ynab berishi mumkin edi. Lekin ba'zi paytlarda men hattoki hech kimni chaqirmasdan mod ishlatishim ham mumkin edi. Mod orqali personajni boshqarib qilsa ham bo'ladi. Serverimizning admini va moderatori Rashidovdan salomlar, lekin kecha buni battlda yutdik. Donat uchun rahmat. Sizga ham salom. Ha, bizni kecha o'zimizning shaxsiy serverimizda battlda yutib qo'yishdi. Umuman olganda men hozir ping deb bahona qilishim mumkin, lekin yo'q. Biz yutqazdik. Hamma yig'layotgan smiley tashayapti. Afsus. Xullas shunaqa gaplar. Qishloqi endi kim ekanligini bilasiz. Qishloqi kim ekanligini bilasiz. Ha? Bilmadim endi nima deyishdi. Shuncha vaqtdan beri videolarda men o'zimga o'zim gapirib, ssenariy tuzib, ba'zi ssenariy tuzmasdan ikkala personajga ham ovoz berardim. Xullas, menimcha bu savolga javob oldingiz. Endi streamning asosiy qismiga o'tsak ham bo'ladi tantanali ravishda. Bu ham bo'lsa